Hurmatli Dubayda yashayotgan o'zbek yoshlar, biz biznes inkubatorni rivojlantirish maqsadida o'zbekistonlik mana shu Dubayda faoliyat olib borayotgan yoshlarni yakshanba kuni taklif qilamiz. Bizda 200 dan ortiq biznes g'oyalari bor. Agar bu biznes g'oyalarini mutlaqo bepul olmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelsangiz bo'ladi. Biz markazimizni ofisimizga yakshanba kuni bemalol parkovkalar ham bemalol bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa probka bo'lmaydi. Business Bay, The Exchange Tower, 12-qavat, 1207-xona. Va birgalikda muhokama qilamiz, kim qanaqa biznes qiladi, bepul konsalting xizmatlari, treninglar tashkil qilamiz va bu narsani odatga aylantiramiz. Har yakshanba, xudo xolasa, biznes inkubatorni rivojlantirish uchun yoshlarni birlashtirish maqsadida tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha, faqat biznes yo'nalishi bo'yicha muhokama qilinadi. Va 200 dan ortiq kelganlarga beriladi bu narsa. 200 dan ortiq biznes g'oyalari bor. Dubayda noldan boshlash mumkin bo'lgan do'stlar.